Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan firmaning biskvitimizni bo'lishmoqchiman. Retseptni kommentariyada qoldiraman. Tuxumlarimizni shakar qo'shib, oq rangli massa bo'lguncha ko'pirtiramiz. Shakar va tuzni tabga ko'ra qo'shamiz. Bizda razxilitelimiz kam ekan, shunga o'zimiz razxilitel yasab ko'rdik. Effekti yaxshi bo'ldi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Proporsiyani izohda qoldiraman. Uni oldindan ilib olamiz. Yuqori sortimdan pishiriqlarga foydalanishni tavsiya qilaman va quruq masalliqlarni solib lapatgacha bilan aralashtiramiz. Biskvit o'tirib qolmasligi uchun xamirimizni qolipga solib 180 gradusda oldindan qizigan duxovkaga 30 minutga qo'yamiz. 20 minutgacha duxovkani og'zini ochmaymiz. Tayyor bo'lganini zubachka yoki gurbat orqali tekshirib ko'ramiz. Kommentariyada o'zlaringizni firmaning retseptlaringizni yozib qoldirishingizni so'rayman va ularni pishirib qilib ko'rishga harakat qilaman. O'z fikr-mulohazalaringizni izohlarda izohlab ketishingizni so'rayman. Layk va obuna bo'lishingizni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.